Agar chaqmoq bo'layotgan vaqtda katta ochiq maydon o'rtasida qolib ketsangiz, quyidagi formalarning qaysi biri sizni xavfsiz saqlab qolgan bo'lardi? Qalin suzish kiyimi, Superman kostyumi, balki o'rta asr sovuti yoki tug'ilganingizdagi kiyimingizmi? O'rta asr sovutini tanladingizmi? G'alati, ammo to'g'ri tanlov. Nega g'alati? Chunki chaqmoq metalga urish ehtimoli rezina, mato yoki ochiq teriga urish ehtimolidan ancha katta. Buning sababi shundaki, chaqmoq bu shunchaki A nuqtadan B nuqtaga borish uchun eng oson yo'lni qidirayotgan, tez harakatlanayotgan elektronlar oqimi va hech bir kundalik material bu ishni metalchalik yaxshi bajarmaydi. Unda nega chaqmoqni o'ziga tortadigan narsa sizni xavfsiz saqlash kerak? Bu taqdir hazili bo'lsa kerak, lekin buning sababi u aynan chaqmoqni o'ziga tortishi sababi bilan bir xil. Metal juda yaxshi elektr o'tkazuvchi. Elektronlar metalning yuzasidan shunchalik yaxshi sirpanib o'tib ketadiki, deyarli ichkariga o'tmaydi va agar elektr toki konserva bankasi yoki metal quti yoki hatto payvandlangan sovut kabi bo'sh metal konteynerdan o'tayotgan bo'lsa ham, tok konteynerning ichiga kira olmaydi. Fiziklar bunday konteynerni Faraday qafasi deb atashadi yoki yuqori voltli simlar bilan ishlaydigan elektrchilar kiyadigan po'latdan yasalgan kiyim holida Faraday kostyumi deb atashadi. Aslida sizning mashinangiz ham Faraday qutisining kundalik misoli bo'la oladi. Shuning uchun ham rezina g'ildiraklar haqida eshitganlaringizga qaramay, sizni aslida xavfsiz saqlab turgan narsa bu yopiq metal korpus. U chaqmoqni ichingizdan emas, atrofingizdan o'tkazib yuboradi. Albatta, agar chaqmoq vaqtida mashinangizdan uzoqda, ochiq maydonda qolib ketsangiz, yoningizda o'rta asrlar sovuti yoki elektrchilar formasi bo'lish ehtimoli juda kam. Bunday holatda siz yalang'och bo'lasizmi? Kiyingan tanangiz havo yoki tuproqdan yaxshiroq elektr o'tkazuvchi hisoblanadi. Shunday ekan, u harakatlanuvchi tok uchun juda qisqa yo'l vazifasini bajaradi. Tikka tursangiz, siz tushayotgan chaqmoq uchun eng tez marshrut bo'lasiz. Yotib olsangiz, yaqin joyga urilgan chaqmoqdan kelayotgan tok uchun eng yaxshi marshrut bo'lasiz. Shunday ekan, eng to'g'ri ish bu pastroq egilib oyoqlarni birga tutish. Nega egilib olish kerakligi aniq ravshan, ammo yana bir muhim narsa, agar oyoqlaringiz bir-biriga yaqin bo'lsa, ular tok A dan B ga o'tishi uchun yaxshi qisqa yo'l bo'lmay qoladi. Agar ular chaqmoq uchun eng qisqa yo'l bo'lsa ham, yerga tegib turgan yagona narsa oyoqlaringiz bo'lgani sababli katta ehtimol bilan tok bir oyog'ingizdan ko'tarilib boshqasidan pastga qarab chiqib ketadi va yurakka o'xshagan zarur organlarga tegmaydi. Ammo bu sigirlar bunday qila olmasdi. Lekin aslida chaqmoqdan omon qolishning haqiqiy eng yaxshi usuli bu undan iloji boricha qochish va uning yaqinlashayotganini ko'rgan zahoti ichkariga kirish. Bu yerdan gapiramiz loyihasi edi. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va izoh qoldiring. Bu videomizni yanada ko'proq odamga yetib borishiga yordam beradi.